Ziyolilarning mas'uliyati. Professor doktor Alimjon Inoyat. Ziyoli iborasidagi ziyo degan so'z arabcha bo'lib, nur, yo'riqliq, sho'la ma'nosiga keladi. Ziyoli degan so'z bo'lsa, nurliq, yo'riqliq, aydin degan bo'ladi. Yana mundaqcha qilib aytganda, ziyoli degan so'z nurliq, nurlangan yoki nurliq kishi, nurlangan kishi degan ma'noni bildirdi. Ədebiyyatımızda nur degan so'z ilmning simvoli qilinib ishlatilgan. Bu nuqtadan aytganda ziyolilar chiroqqa o'xshaydi. Uyg'ur tilining izohli lug'atida ziyoli degan so'z bir qadar yuqori fan madaniyat saviyasiga ega, aqliy emgak bilan shug'ullanadigan kishilar deb tushuntirilgan va fan texnika xodimlari, adabiyot san'at xodimlari, o'qituvchilar, doktorlar, muxbirlar, injenerlar va boshqalar ziyolilar kategoriyasida ko'rsatilgan. Xitoy kommunist ideologiyasining ta'siri va cheklamasi sababli diniy ziyolilar bu kategoriyaga kirgizilmagan. Halbuki diniy ziyolilarmi Uyg'ur ziyolilar qatlamining intayin muhim tarkibiy qismidir. Ziyolilarning mas'uliyati nima degan savolga millatga va jamiyatga yo'l ko'rsatish iborat deb javob berish mumkin. Bir jamiyatda ziyolilar millatga yo'l ko'rsatib berdi. Siyosatchilar millatni shu yo'lga boshlaydi. Ya'ni ziyolilarning vazifasi yo'l ko'rsatish, siyosatchilarning vazifasi yo'l boshlashdan iborat. Shunga bir davlatni, bir jamiyatni idora qilishda, boshqarishda siyosatchilarning qanchalik mas'uliyati bo'lsa, ziyolilarning shunchalik mas'uliyati bo'ladi. Ziyolilar millatga va jamiyatga yo'l ko'rsatish vazifasini ustiga olg'achqa, bir millatning taqdirini, kelajagini belgilashda intayin cho'ng roli bo'ladi. Ziyolilar fan ma'rif orqali bir millatning ixtisosli kishilarini, naslallarini yetishtirdi va bu orqali millatning kelajagiga kafolat qiladi. Ziyolilar yana tadqiqot orqali yangi kashfiyotlarni o'ttirg'a chiqardi. Yangi nazariya va fikrlarni o'ttirg'a qo'ydi va buning bilan davlat, millat, jamiyatning yo'lini yo'ritdi. Davlat, millat va jamiyatlarning yuksalishi yoki zaiflashishi ziyolilarga bog'liq bo'ldi. Uyg'ur tarixiga qaraydigan bo'lsak, davlat, millat va jamiyatga yo'l ko'rsatgan, millatning yo'lini yo'ritgan nurg'un ziyolilar o'tgan. Yusuf Xasajib, Mahmud Qashqari, Alisher Navoiy, Ahmad Yasaviy, Abduqodir Damulla, Abduxoliq Uyg'ur, Mamtili Tavfiq, Abdurahim O'tkir, Muhammad Amin Bug'ra, Turg'un Almas qatorliq olim, shoir va tadqiqotchilar Uyg'ur jamiyatiga yo'l ko'rsatgan. Millatning yo'lini aydinlatgan ziyolilardir. İslam dünyası qaraydigan bo'lsak, Farabi, Ibn Sina, İmam G'azali, İmam Maturidi, Ibn Haldun, Mevlana Jaloliddin Rumi qatorliq ziyolilarni ko'ramiz. Bu kishilar faqat musulmonlarning emas, butun insoniyatning yo'lini yo'ritgan kishilardir. Ziyolilar siyosatdan yiroq tura olmaydi. Chunki ziyolilar yuksak bilim va tajribalari orqali insonlik uchun tasavvur qilgan adolat sistemining amallashishini orzu qiladi va buning uchun tirishadi. Yusuf Xasajib, Alisher Navoiy qatorliq kishilar podshohlarning o'rdisida hukmdorning yonida siyosat bilan shug'ullangan. Xitoy tarixida Kongzumun nurg'un belgiklarni aylanib, siyosiy vazifa talab qilgan. Ziyolilar haqiqatni izlaydigan, doimo haqni, to'g'rini so'zlaydigan, haq va to'g'ri tarafda turadigan kishilardir. Ziyolilarning hukumatlarning yolg'onchiliklarini, aldamchiliklarni fosh qilish, hukumatning siyosatlarning sabab, maqsad va yushrin niyatlarini tahlil qilib, xalqqa tushuntirish mas'uliyati bor. Ziyolilarning jamiyatni birlashtirishda boshlamchi bo'lish mas'uliyati bor. Bu mas'uliyatni ziyolilarga kim bergan? Milliy vijdon bergan. Bu yerda shu savolni so'rab boqaylik. Ziyolilarni yetishtirgan, o'tirib chiqargan kim? Millat. Demak, millat bo'lmasa ziyolilar bo'lmaydi. Uyg'ur millati Uyg'ur ziyolilarining mavjudiyat sababidir. Millat yo'q bo'lib ketsa, ziyolilarning mavjud bo'lib turish sababi yo'qolgan bo'ldi. Shuningga ziyolilarning millatni qutqizish ma'lum nuqtadan o'zini qutqizish bo'lib hisoblandi. Undaqda ziyolilar nimalarni qilish kerak? Madaniyat jihatdan Uyg'ur ziyolilari Uyg'ur milliy kimligini qo'g'dash uchun kurash qilish kerak. Uyg'ur milliy kimligi ham etnik, ham diniy kimlikdan tashkil topgan. Buning uchun ziyolilar oldi bilan tilni va dinni qo'g'dab qilishga tirishish kerak. Milliy madaniyatni, milliy an'analarni, urf-odatlarni qo'g'dashga tirishish kerak. Siyosiy jihatdan Uyg'ur ziyolilari siyosatchilar bilan hamkorlashishi
bir-birining ortiqchiligidan foydalanishi, davoni o'rtaq ilib berish kerak. Siyosatchilarni Sharq Turkiston davosi haqida kuchlik ilmiy dalillar bilan ta'minlashi, ularning qo'lini kuchlantirish kerak. O'z millatini va uning haqliq davosini dunyo jamoatchiligiga va dunyo siyosat sahnasiga tunishtirishi. Bu orqali xalqaro jamoat fikri hosil qilishga tirishish kerak. Hozirgi bo'hronliq davr Uyg'ur ziyolilarining hamma sohada hamkorlashishini talab qilyotidi. Uyg'ur millati krizisga duch kelgan hozirgidek bir paytda Uyg'ur ziyolilari bu tarixiy mas'uliyatdan qochmasligi, inkossiz, ovozsiz betaraf qolmasligi kerak. Uyg'ur milliy mavjudiyatini, milliy kimligini qo'g'dashning, siyosiy hokimiyatni qo'lga keltirishning yo'l va chora-tadbirlarini tepib chiqishi, millatga yo'l ko'rsatishi va jamiyatga boshlamchilik qilish kerak. O'z sohasi bilanla cheklanib, boshqa sohalarni nazardan soqit qilish yoki bir chetda qo'l qo'shtirib qarab turish intayin og'ir mas'uliyatsizlik bo'lib hisoblanadi. Manba: Uyg'ur tadqiqot instituti.